2026-yilda smartfonlar olamida yana portlash bo'ladi. Nega deysizmi? Samsung Galaxy S26 va Xiaomi 16 Ultra. Xo'sh, bulardan qaysi biri ustun bo'ladi? Keling, internetdagi ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz. Galaxy S26 avvalgi avlodlarga qaraganda ingichka dizayn, yuqori yorqinlikdagi AMOLED ekran va yangi flagman chip bilan kelishi kutilmoqda. Ayniqsa Ultra versiyasida 200 megapikselli asosiy kamera, kuchli optik zoom, katta batareya va tez zaryadlash texnologiyasi e'tiborni tortadi. Ya'ni Samsung 2026-yilda yana kamera va performans bo'yicha yetakchi bo'lishga harakat qilmoqda. Endi Xiaomi 16 Ultra rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, taxminlarga ko'ra bu model katta 2K AMOLED ekran, Snapdragon flagman chipseti, 6000 machlik katta batareya va 80 wattli simsiz zaryadlash bilan kelishi mumkin. Kamerada ham yuqori megapiksel va kunduzi tunda sifatni oshirish uchun yangi algoritmlar bo'lishi taxmin qilinmoqda. Demak, Samsung S26 barqaror, premium, mukammal balans izlaydiganlar uchun, Xiaomi 16 Ultra esa kuchli batareya, yuqori texnologiyalar va agressiv narx-sifat nisbati bilan bozorni larzaga solishi mumkin. 2026-yilning katta savoli: kim g'olib bo'ladi? Brend obro'si Samsungmi yoki innovatsiyalar qiroli